Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Men tegishni xohlamsiz. Lekin men hozir kepak bosadigan o'rnim kunib qolgan tursam, Qara. Uningga mukuna qilsa. Sen birli sexning xizmatini bilib, boshqa sexning xizmatini bilmasang, qanday yaxshi xizmatchi bo'la olaysan? Dil yara bo'lgan bo'lsa, texim yaxshi bo'ladi degani. Bu bichar meni deb bir muncha riyozat chekib oldi. Hara, ansam kilarab tikildikan-ku. Ha? Kilarab tikildik-ya. Rasman? Nargizaga shunchalar yolvurishning o'rni bormi? Oshqizim deb ayni vaqtda hayotingizdan ayriladi deb qoldingiz. Lekin u siz uchun bir ish qilib berib baqdimi? Elchilar berib tikan bolam. Nargizani opsi. Ularga javob qilmoqdi. Men tiqi bu ishlarni o'ylashqidek bo'lmadi deb ularni yo'lga sap qo'yibdi. Men bilmaydigan zirikchilikmi bo'ldimi taqa? Ajab menga aytmabsizmi? Nargiza, sizning dada bir ona boshqa hadingiz bor. Siz o qizni obdan tanıysiz Nargiza. Unda qo'z o qiz zodi kim? Bolam, bu qizning ishini siqmay bir dapirami? O qizcho, siz bilan dada bir ona boshqa sizning ochingiz bo'ldi. Uning ismi Shahida. Shahida? Ha, acha, o qiz valbago sizning do'kon davomliqma qizil olmani uniga zakaz tushagil borgan hali qiz borgo. Ha. Dal o'zi shu. O Shahida shumi? Ha. Bolam, sen bu ishlarni nereden bilding? Buni menga Shahida deb bergan. Shahidaga Imron deb turibdi. Imron degan go'y Shahida bilan Nargiza ikkisini tek-tekdan surishtirib, Nargiza ishkenlarning ishini buzmoqchi bo'libdi ekan. Buning Shahida unimabdi. Taqdir degani. Men har qatim Shahidani ko'rsam, bir xil issiqchiroq ko'rinadi. Qizimning dadisimi tugab ketish oldida bir qizim bor degandi. Biroq uning ismining nima ekanligini deb bermagan. Mening o'g'limning keyinda mana nurg'un qizlar paypita kulib yuribdi. Mana siz oldingizga kelgan omadli baxtni qochirib qo'yib o'tiribsiz. Qizim, mening o'ylaganlarimni bir tushungan bo'lsangiz bo'ladi. Bizning bu zavodda eng yaxshi ishlaydigan qizimiz siz. Bu zavodga haqiqatan ko'ngil bo'lib, chin ko'nglingizni kuyinib ishlaysiz. Onun üstü bu zavodning ijir-bijir hamma ishni sizlar tushunsiz. Shunga necha kundan oldin men sizga degan gapni yana bir o'ylashib baqsangiz bo'ldi qizim. Direktor, men sizdan o'tinib qolay. Bu gapni yana qayta demagan bo'lsangiz. Bo'lmasa men ishga o'tirliqda beklam tanqislik qoldi ekanman. Bo'ldi qizim. Ben bu gapni demagan bo'lay. Siz ishingizni qilaveramiz, ha? Ma'qulmisiz? Sengen tağda kiyik yatmaptı dep. Bu jidal majrada sizning qo'lingiz bor ekan, ha? Undoq emas, direktor. Unda olmasa nemish qulog'i chapa yepib ularni kuchkartasiz? Men ularni kuchkartmadim. Dilyar Imron degan bola bilan so'qishadigan ma'g'andi. Shuni jidalning cho'yib ketishini oldini olaydi deb Imron degan bolaga telefon qilgandim. Unda olsa bu jidaldimi sizning burun xabaringiz bor ekan-da, ha? Xabarim yo'q. Xabaringiz bo'lmasa bu jidalning bo'lishini siz qanday oldingiz? Rifat jiddiy qutqizish bo'limi kirib kelishdan burun Imron degan bola bilan so'qishibdi ekan-ku. Bu odatdagi bir so'qish emas. Buningda cho'qim bir suiqasd bor. Bo'ldi. Siz bilgan şirketden bekarlandınız. Derhal maliye bölüm kirib, hisobingizni qilib, şirketden ayrılıp ketsiniz bo'ldi. Qaytib keting. Direktor, men sana nima xato qildim? Men bu Rifatga yaxshi bo'lsin deb shunday qildim. Asli men Rifatning gapini anglasam bo'pti ekan, to'q. Men taqa uningga sizni shunchalik oq ko'ngil qiz bola. Bizning shirkat nihoyat ko'ngil bilib ishlayotdi.
Özünün bilimi var, bak obdan kız oldu deb burmuncha maqtab beribdiman. Hatta sizni o'zlarining kelini qavolaydigan o'ydimi bo'pti ekanmi? Hammasi qo'rqib bo'ldi bu. Direktor bana en ağır bir fırsatı verin bulamdı. Ben bu işi rastlanıp kulağımda yokluğunu ispatlap vermem. Bo'ldi. Endi o'zingizni meni oldimda aqlama. Siz darhol qaytib kelsangiz bo'ladi uka. Qaytib keting. Bo'ldi. Bu gaplarni deyishmayli. Qolgan bu gaplarni keyin ayrim yana bir parangiz olamiz. Xonim, mundaq gapda qarasizlar. O'zimizni ketib kelaylik. Sizlar mushu bolalarning mushu cheyni ishkizdigan vaqtni bir belgilab bergan bo'lsizlar. Ve chiroyli bir cheyni ishkizitib, uch bolalarning bir to'yini qilib olgan bo'lsak, sizlar bir xotirjam bo'lib ketgan bo'lsizlar, men bir xotirjam bo'lib ketgan bo'lsa, mush ikki bola bir murod maqsadga yetgan bo'lsa bo'ladi xonim. Qanday deylar? Sevizde haber yok. Gurujdumun boptu degan gap bo'ldi bu. Men bu bolalarning to'y qilishini taxi ma'qul demadim. Nim davotsa? Voy xonim, nim bo'lla? Siz saqmo ya? Ben ko'zlariga keseldek ko'rinayotamdim ha. Mening ma qizimcha. Ha kadr. O'g'illari tax ishchigan. Qachon ma bolalarni bir kadr qilslar? Ondan o'ylashib boqayjima. Jimodra? Bola, ma gaplarni o'zingmi anglading ha? Gap kelganda ota-onangdan yodma degan gap bor. Men hamma gapni aniq deb qo'yaman. Dada, Xonim, men sizga deb qo'yay. Asli bu kadrlik imtihonida mening o'g'lim o'tgan. dada demigina bu Bu ishlarni. sanni mush qizlarga o'tinib berib, ma qizlari kadr bo'ldi, mening o'g'lim meni o'tirib qoldi. Endi sizning qizlar uchun mushunchalik ishlarni qildi. Endi yana sizning qizlar uchun bir ulatasi bo'lamdi-da. Voy nima deylam? Bu yoki men bilan urushqini kelganmidlar yo qiz so'rab kelganmidlar? Nima vaqiraylar? Sizlar ayol kishi bo'lganligi uchun men sizning uylariga chiroyli kirib, sizga salomning yo'g'ini qilib, shunda yaxshi gap bilan boshlab ishlarimizni maslahat batimiz. Hatto mush qizimning oldida bir nech qitim buyurmatlik qilib, mush qizimga ancha-muncha bir qattiq quruq gap qilib qo'ygan bo'lsam-mu, bugun chiroyli apo so'rdim. Bu bo'lmadimi? Yana qanday qilsam bo'ldi endi sizga? Bo'ldi xonim. Sizning avvallardan qaraganda bugun bu to'yni qilgan niyatlariga o'xshaydi. Qizlarni kadrga berdigan ishlar bo'lsa, kadrga beraverasizlar. Menmi o'g'limga bir chiroyli loyiqni deb beraman. Bo'ldimi xonim? Tura o'rningdan balam, qaytlar. Dada, Hey balam, gapini angladingmi? Qizni kadrga berdik-a, kadrga. Angladingmi jinim balam? Qo'ba o'rningdan menga emas. Menga Nim tamaq yeganlar bor, hozir yetay. Acısını lagmen Ilanlavka. Men mushu Apa, ayollarning ko'ngildagidek tanlashi, qizil alma, yurishlik unlari. apa, bu senin nim qilgan? Voy qizim, men neymiş qildim? Men sevchin gap qildim-ku. Sen meni o'ylagan bo'lsang, bular hargiz bundan muomala qilmaydi. Bunlardan ishchi ekan, o nima chiqdigan sen? O Rifat kadrlik o'rnini üdünüp berganlik uchun hozir men kadr bulaldım. Apa sen bunu tushunamsan, Rifatni dadasi deganlarning hammasi rost. Qanday bo'lsa, men ularga hargisini bermayman. Apa, Rifat ikimiz bir-birimizni haqiqiy yaxshi ko'ramiz. Nima uchun mening ko'nglim tushunmaysan? Ben sana birlik qilsam, nima uchun men deganini qilib bermaysan, apa?
Rifat meni yaxshi ko'rmayapsa, dadasini oldinga akam seni oldin yaqardim. Sov shuncha yolvoribdi. Apasan şunu deb qo'yay. Navaz sen meni o'zimdan qizi. Deb meni haqiqiy yaxshi ko'rsam, meni bu to'yishimga ma'qul-da. Bo'lmasa men Rifatim bilan hech qanday qadam tegmayman. Voy nimanda gap qilsa deyim dada. Men nim depdimi bolam? Voy bir ishki qiz chiroylik yaqib qo'ysang tugmamda. Ey bolam, aning sening qiziga qilgan aqidangning hammasini nolga tanqibatdi. Taq nim deydi o'tqa aymanmasdan. Qizimni kadrga beraman dedi mening oldimda. Dada, bu Nargizaning apsi bu ishlarni tushunmayotgan gap o'tirliq uqishmaslik va. Bums hargiz unda demaydi. Bunda da. Saqchar, shirkatga berib ishxonani qalayim qanchalik qilganning uchini elayotgansa? Bolam, nima gapni qilyapsa? Ey, sening dadangning ko'ksi qani unda tar emasmi? Sen meni taq tushunmaydi ekansan taqa. Unda bo'lsa Nargiza bilan ishkalarning ish mushtali tugdimi? Voy, xotirjam bo'la bolam. Agar osh qiz bolavaqo, agar seni chin yurigidan yaxshi ko'radigan bo'lsa-vaqo, opsini o'zi avaz keltirdi. Anladingmi? Menga va ketimiz, menga. Dada, menga va. keldingizmi? Ha, oldindan kirgandim. Ha. Aras, Nargiza bilan bo'lg'ashingiz qanday olib ketdik? Nemisini deysiz? Shu dadam bilan sizning uyga yapingiz so'qishib qoldi dema. Hoy, nima deydigansiz? Unda o'zi Nargiza bilan bo'lg'ashingiz mishada oxirlashdi deylik. Undaq bo'lib ketmas. Nargiza sal kallasini ishiltib, apsini qoyil qila olsa yaxshi. Navoda apsini qoyil qilamasa, shu tasdiq qiladi. Aras, ana ishlarni tuniga oshkorlab aytdik. Bu endi qanday qilaman? Nimani qanday qilasiz? Voy, aslanım Nargiza bilan bo'lg'ashni bo'lmamdi u. Buning g'amigidek hech qanday yeri yo'q. Tuqquningizdan birsi paydo bo'ldi. Shundada bu degan xo'shallanarli ish. Hadi deganingizmi to'g'ri shu. Ha, bo'ldi. Talonni bir ko'rib yiqan Aras. Nimanda jiqsakasmi? Voy, men bilmay qoldim. Setish bilmadikilar oqqorni farq etmaylam setib o'tamdi ularni. Bizning konu vakolatchilarmi ya? Voy, yo'q, konu vakolatchilar emasga. Aslik telefon nomeriga necha qitim telefon qilsam ulanmadi deydi-a. Adres vakan qamsa. Unda qo'sa, satalig'imizcha setib chiqaraylik. Voy, unda qilgan bilan men shirkat bilan cho'ng vakolatchilar o'tirsiz ziyorat kelib chiqamki deyotganman shu. Uni bilan bizning nima ishimiz, ha? O'zi setib chiqaramman. Amdilik to'g'ancha bizning ko'ygan nemasi. Ha, deganingizmi to'g'ri, lekin har kunligiga cho'ng xaltliq undan 5 ming xalt zakas tushganiga bugun uda 11 kun bo'ldi. Shu biror chotiga chiqib qolamdiki deb ansirayapman. Yana bir necha kun qarab boqaylik. Navari yana mushta zakas tushsa, anandikan surishsin qildi. Ha. Ava malag'il kelganda shopir o'zi kelayotganda, bu mal oldigan shopirni tekshirib boqmabdimi Jumuras? Bo'ldi, uni o'zim surishtiray. Siz chiqavering. Ha, ma'qul. Aras. Atlatin Nargiza kelsa, bil tamoq yeyli. Ha? Qaynacha. Voyjon, ammagan xotinga qiynacha deb qiyirtmang odamni. Oliman. Men va'da qilg'ashdan qachayini paqqa. Ha, o'g'il shu.
Ha, qani unda saat olsun ha. Ma'qul. Ma'qul, men chiqib ketdim hamsa. Vay Qadiya. Sen aldırashma ya. Ha, undaq men ashxona bir kirsan o'tgan. Ey, qulam ximiddi, ustim unti deb jimay gachid kira. Ne manda uşaq yaponcha qilib ketsin ha. Bila. Ha. Ha, bu üstü işim unu ketdi deb o'tatdim. Hozir munchadan chiqqandeklik qilasan ku. Vay yaqaya qancha bo'lsin aq yaqinlik izlamasda bu keyin. Adash, ishlagan odamning usti ishi mushtavmay qandaq bo'ladi? Qara, mehnat bilan taraqquzga odamning usti ishi mehnat bo'ladi. Ancha-muncha tapraydi. Japoning tigi oltin degan gap bor. Sen bir mezgildan keyin kunab ketsa. Hech qisi yo'q. Qiyinchiliklar bormi yo'qmi? Yo'q, boshqa qiyinchilik yo'q. Qiyinchilik bo'lsa cho'qimda, ha? Bo'ldi.